Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ayrim fuqarolarga qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob yoki kutilmagan ijobiy o'zgarish kelishi mumkin. Bu mavzu faqat pensiyalarga emas, ishlayotgan fuqarolarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va yaqinlarining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlarga ham tegishli. Chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta noto'g'ri kiritilgan ma'lumot odamning har oy oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday xatolar pulingiz kechikishiga olib keladi va avgust oyida o'zingizni qanday himoya qilasiz? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini vaqtida oladi. Men ko'p yillik tajribamdan bilaman. Pensiya masalasida eng katta muammo odamlar pul kam tushgandan keyin yoki umuman tushmagandan keyin harakat qilishadi. Aslida esa ko'p holatda masala oldindan tekshirilsa muammo chiqmaydi. Oldin fuqarolar pensiya bo'limiga ko'proq qog'oz hujjat bilan borardi. Ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotnomasi, bank rekviziti, pasport nusxasi kabi ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Bir joyda ism noto'g'ri yozilgan bo'lsa, familiyada bitta harf farq qilsa, ish joyi tugatilgan bo'lsa yoki arxiv javobi kechiksa, pensiya tayinlash ham, qayta hisoblash ham cho'zilib ketardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni shundaki, ayrim fuqarolarning huquqi avtomatik aniqlanishi, oldin hisobga olinmagan davrlar ko'rinishi. Bank orqali to'lov tezroq amalga oshishi mumkin. Lekin shu bilan birga elektron bazadagi xato ham odamning puliga ta'sir qiladi. Masalan, siz ishlagan davr bazada ko'rinmasa, ish stajingiz kam chiqadi. Ish haqi bo'yicha ma'lumot to'liq tushmagan bo'lsa, pensiya miqdori pastroq hisoblanishi mumkin. Bank kartangiz muddati tugagan yoki hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa, pul vaqtida o'tmasligi ehtimoli bor. Avgust oyidagi yoqimli syurpriz deganda men bir narsani alohida ta'kidlayman. Hamma odamga bir xil miqdorda pul tushadi deb tushunmaslik kerak. Bu ko'proq shunday holatlar bo'lishi mumkin. Bari ilgari hisobga olinmagan staj aniqlanadi, qayta hisob-kitob yakunlanadi. To'lov kechikkan oylar bo'yicha qarzdorlik yopiladi. Ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya hisoblanadi. Yoki pensiya miqdori qonunchilikdagi o'zgarishlar asosida yangilanadi. Ya'ni bu pul bir odamda sakatan 1000 so'm bo'lishi mumkin, boshqa odamda 300 ming so'm, yana boshqa odamda bir necha oy yig'ilgan farq sifatida kattaroq summa bo'lishi ham mumkin. Eng avvalo men pensiya tizimidagi 3 ta asosiy tushunchani ajratib tushuntiraman. Birinchisi pensiya tayinlash. Bu odam birinchi marta pensiya yoshiga yetganda yoki nogironlik, boquvchisini yo'qotish kabi asoslar bilan murojaat qilganda amalga oshiriladi. Ikkinchisi pensiyani qayta hisoblash. Bu odamning qo'shimcha staji, ish haqi ma'lumoti, yangi hujjati yoki huquqi aniqlanganda qilinadi. Uchinchisi to'lovni yetkazish. Bu tayinlangan yoki qayta hisoblangan pulning bank kartasiga naqd shaklda yoki boshqa belgilangan tartibda yetib borishidir. Ko'p odam shu uch narsani aralashtirib yuboradi. Masalan, fuqaro pensiya bo'limida hujjatim qabul qilindi, demak pul ertaga tushadi deb o'ylaydi. Aslida hujjat qabul qilinishi boshqa, hisob-kitob yakunlanishi boshqa. To'lov reyestrga kiritilishi esa yana boshqa jarayon. Shuning uchun avgust oyida kimdir oldingi oylar uchun farq olishi mumkin. Kimdir faqat yangi miqdorda pensiya oladi. Kimdir esa hujjati hali tekshirilayotgani uchun kutish kerak bo'ladi. Oddiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 63 yoshli aka 2023-yilda pensiyaga chiqqan. Lekin 1990 yillarda ishlagan bir korxonasi bo'yicha staji arxidan topilmagan. Pensiya vaqtincha mavjud ma'lumotlar bilan hisoblangan. Keyin arxidan 6 yillik ish staji tasdiqlandi. Agar shu staj pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, jamg'arma qayta hisob-kitob qiladi. Natijada avgust oyida odam yangi miqdor bilan birga oldingi davr uchun farq ham tushishi mumkin. Bu odam uchun syurpriz bo'ladi, lekin aslida bu uning qonuniy haqqi. Yana bir misol. Samarqandda yashovchi opa nogironlik pensiyasi oladi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumoti yangilangan, lekin ba'zan kech tushgan. To'lov bir muddat eski ma'lumot bilan yuradi yoki tekshiruvga tushadi. Keyin ma'lumot tasdiqlansa, unga tegishli oylar bo'yicha to'lov tiklanadi. Bu yerda ham odamlar ko'pincha vahimaga tushadi. Pensiyamni kesib tashlashdi
deb o'ylaydi. Men esa doim aytaman, avval sababni aniqlash kerak. Ko'p hollarda masala hujjatning bazaga tushishi muddati yoki tasdiqlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Pensiya yangi tayinlanganda hisob-kitobda xato bo'lishi mumkin. Ayniqsa odamning ish joylari ko'p bo'lgan, eski mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lgan, korxona nomi bir necha marta o'zgargan yoki arxiv hujjatlari to'liq bo'lmagan bo'lsa. Bunday vaziyatda men har doim pensiya miqdorini shunchaki qabul qilib o'tirmaslikka maslahat beraman. Odam o'z ish stajini, qaysi davrlar hisobga olinganini va qaysi ma'lumotlar yetishmayotganini bilishi kerak. Ikkinchi guruh pensiya olib turib ishlayotgan fuqarolar. Ularning ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari, bandlik ma'lumotlari keyinchalik pensiya masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar ishlayapman, lekin baribir pensiyam o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Har doim ham darhol o'zgarmasligi mumkin. Lekin rasmiy ishlagan davr va to'langan badallar bazada to'g'ri aks etishi kerak. Agar ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri topshirsa, keyinchalik fuqaroning o'zi isbotlashga majbur bo'ladi. Uchinchi guruh. O'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qish holati, nikoh, vasiylik, bank rekvizitlari va hujjatlarning amal qilish muddati muhim. Masalan, talaba farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot vaqtida yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin hujjat olib bo'lgach, to'lov tiklanadi, lekin odam bir oy yoki 2 oy qiynalib qoladi. Shu sababli avgust oyida ayniqsa o'quv yili oldidan talabalar va ularning ota-onalari hujjatlarini tekshirish kerak. 4-guruh bank kartasini o'zgartirgan yoki yashash joyini almashtirgan pensionerlar. Juda ko'p holatda pul hisoblangan bo'ladi, lekin eski karta, bloklangan hisob raqami, muddati tugagan plastik yuki noto'g'ri bank ma'lumoti sababli odam pulni olmaydi. Keyin u pensiya bo'limiga boradi, bankka boradi, yana qaytadi. Aslida buni oldindan hal qilish mumkin. Karta faolmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, bank hisob raqami to'g'rimi, pensiya aynan qaysi hisobga yo'naltirilgan, shularni tekshirish kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, bank kartangiz faol bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyozli maqomingiz muddati tugamagan bo'lsa, sizda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin xotirjam bo'lish degani umuman tekshirilmaslik degani emas. Men kamida yiliga bir marta pensiya ma'lumotlarini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Chunki odam ba'zan o'ziga tegishli qo'shimcha huquqni bilmay yuradi. Masalan, bir ayol uzoq yillar ishlagan, 3 farzand tarbiyalagan turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin qo'shimcha huquqlar bor yo'qligini bilmagan. U faqat qo'shnisidan eshitib pensiya bo'limiga borgan. Ma'lum bo'lishicha, ayrim hujjatlarni taqdim etsa, to'lov turi yoki miqdori bo'yicha qayta ko'rib chiqish imkoniyati bor ekan. Bu yerda gap faqat pulda emas. Gap odam o'z qonuniy huquqini bilishida. Yana bir holat. Pensioner aka har oy 1 million 200 ming so'm atrofida pensiya olib yurgan. Keyin o'g'li uning eski mehnat daftarchasini tekshirib, 1960-yillardagi 2 yil staj hisobga olinmaganini ko'rgan. Hujjatlar arxiv orqali tasdiqlangach, pensiya biroz oshgan. Oylik farq juda katta bo'lmasligi mumkin. Masalan, 7 ming yoki 1 ming so'm. Lekin bu farq 1 yilga ko'paytirilsa, 840 ming yoki 1 million 200 ming so'm bo'ladi. 5 yil davomida esa bu anchagina mablag'. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat. Hamma qayta hisob-kitob ham orqaga qarab to'liq to'lanavermaydi. Qaysi sanadan boshlab hisoblanish, hujjat qachon topshirilganiga, huquq qachon paydo bo'lganiga, davlat organi xatosi bor yo'qligiga va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun men odamlarga doim aytaman, hujjat topilsa, uni uyda saqlab o'tirmang. Tezroq murojaat qiling. Har bir kechikkan oy keyinchalik pul masalasida bahsga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Kimdir mahallada hamma pensionerga avgustda falon pul berilarkan deb aytadi. Kimdir internetda hamma uchun qo'shimcha 500 ming so'm chiqdi deb yozadi. Men bunday xabarlarga ehtiyotkor qarayman. Pensiya masalasida faqat rasmiy manba, shaxsiy kabinet, pensiya jamg'armasi bo'limi, bank ma'lumoti va yozma javob muhim. Agar sizga haqiqatan ham qo'shimcha pul hisoblangan bo'lsa, bu tizimda ko'rinadi. Agar ko'rinmasa, demak aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi ism familiya mosligi. O'zbekistonda ko'p odamning eski hujjatlarida ism bir xil, familiya boshqa yozilgan.
otasining ismi qisqartirilgan yoki ruscha shaklida berilgan bo'ladi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva M deb yozilgan, pasportda esa Abdullayeva Malika Karimovna. Arxiv ma'lumotnomasida korxona nomi eski shaklida bo'lishi mumkin. Bunday farqlarni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, ism o'zgarganligi haqida hujjat. Tug'ilganlik guvohnomasi yoki sud tartibida aniqlash talab qilinadigan holatlar ham uchraydi. 4-nozik jihat norasmiy ishlagan davr. Juda ko'p odam men 10 yil ishlaganman deydi, lekin savol bitta: bu ish rasmiy tasdiqlanadimi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Ish beruvchi to'lov qilganmi? Arxivda buyruq bormi? Ish haqi qaydnomasida ism bormi? Agar odam norasmiy ishlagan bo'lsa, afsuski, pensiya hisobida buni tasdiqlash juda qiyin. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham buni eshitib qo'ysin. Bugungi norasmiy ish ertangi pensiyadan muammo bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Pensiya miqdori ko'paygani bilan qo'lga tegadigan pul boshqa sabab bilan o'zgarmasligi mumkin. Masalan, bank qarzi bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin, aliment yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Oldingi o'rtacha to'lov qaytarilishi mumkin. Odam pensiyam o'sh kerak edi, nega kam tushdi deydi. Tekshirilganda pensiya hisoblangan, lekin boshqa majburiy ushlanmalar borligi aniqlanadi. Shu sababli faqat bankka tushgan summaga qarab xulosa qilmang. Hisob kitob varaqasini yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotni ham ko'ring. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Avgust oyida pensiya bo'yicha qo'shimcha pul, kompensatsiya yoki qayta hisoblash haqida gap ko'paysa, firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, pulingiz chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting. Arizani tezlashtirib beramiz deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, karta parolini aytmang. Shaxsiy ma'lumotlarni begona odamlarga yubormang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Bu juda muhim. Endi aniq nima qilish kerak, shuni birma-bir tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni tekshiring. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinet orqali pensiya miqdori, to'lov holati, bank ma'lumoti va murojaatlaringizni ko'ring. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqin farzandingizdan yordam so'rang yoki tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Muhimi, hammasi joyidadir deb taxmin qilmang, aniq ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumotlar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumot, boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, talabalar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari alohida papkada tursin. Ko'p odam pensiya bo'limiga borib, hujjat yetishmagani uchun yana qaytadi. Vaqt ketadi. Hisob ketadi, to'lov kechikadi. 3-qadam, agar pensiya miqdorida shubha bo'lsa, o'zak so'rab qaytmang, yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlari bo'yicha ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman, agar aniq davr hisobga olinmagan deb o'ylasangiz. Falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlagan davrimni pensiya hisobiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga yozma javob bo'ladi. 4-qadam, bank masalasini tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? Hisob raqam faolmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz bank tizimida to'g'rimi? Pensiya boshqa eski kartaga ketmayaptimi? Ayniqsa yangi karta olgan odamlar pensiya bo'limi yoki bank orqali rekvizitlar yangilanganini aniqlashtirsin. Ba'zan odam yangi karta ochadi, lekin pensiya eski hisobga yo'naltirilgan bo'ladi. Pul yo'qolmaydi, lekin uni olish uchun qo'shimcha vaqt sarflanadi. 5-qadam, o'zgarishlarni yashirmang. Nogironlik muddati, yashash joyi, bank rekviziti, ta'lim holati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzandning maqomi, vasiylik yoki boshqa ma'lumotlar o'zgarsa, vaqtida xabar bering. Chunki keyinchalik ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Odam men bilmagandim deb aytadi. Lekin tizimda ortiqcha to'lov chiqqanidan keyin bu masala og'irlashadi. 6-qadam, arxiv bilan ishlashdan qo'rqmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa ham hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki viloyat arxivi korxonaning huquqiy vorisi, yuqori tashkilot yoki boshqa idoralar orqali ma'lumot topiladi. Arxiv ma'lumotnomasida ishga qabul qilish buyrug'i
ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi qaydnomasi yoki lavozim haqida ma'lumot bo'lsa, bu pensiya hisobida yordam beradi. Ha, bu jarayon ba'zan vaqt oladi, lekin natija har oygi pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam, qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ayrimlari hujjat tilini tushunmaydi, ayrimlari esa borib ovora bo'lmayman deb yuradi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar bu masalada befarq bo'lmasin. Bir marta hujjatlarni tekshirib berish, bank kartasini ko'rib berish, shaxsiy kabinetdan ma'lumot chiqarish yoki pensiya jamg'armasiga birga borish katta yordam bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar uchun bu juda zarur. Tasavvur qiling, 6000 yoshli ayol 30 yil ishlagan deb o'ylaydi, lekin pensiya hisobida 27 yil ko'rinadi. Farq 5 yil. Nega bunday bo'lishi mumkin? Mehnat daftarchasidagi bir korxona muhri o'qilmaydi. Arxiv ma'lumoti yo'q yoki familiya o'zgargan davr tasdiqlanmagan. Agar u buni tekshirtirmasa, har oy kamroq pensiya olishi mumkin. Agar hujjatlarni to'plab topshirsa, pensiya qayta hisoblanadi. Farq oyiga 1,20 ming so'm chiqsa, bu bir yilda 20 million ming so'm degani, keksalar uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatida sezilarli yordam. Yana bir misol. 19 yoshli talaba otasidan o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U kollej yoki universitetga kirgan, lekin o'qish shaxli va ma'lumotnomasi vaqtida yangilanmagan. To'lov to'xtab qolishi mumkin. Oila buni davlat pulini bekor qildi deb tushunadi. Aslida esa hujjat yetishmayapti. Talaba o'qish joyidan kerakli ma'lumotnomani olib, belgilangan tartibda taqdim etsa, masala hal bo'ladi. Demak, muammo huquq yo'qligida emas, hujjat vaqtida tasdiqlanmaganida. Yana bir holat, pensionerning kartasi avgustda muddati tugagan, pensiya hisoblangan, lekin karta ishlamayapti. U bankomatga boradi, pul yo'q, uyga qaytadi, xavotirga tushadi. Aslida bankka borib yangi karta olish, rekvizitlar avtomatik yangilanganmi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish kerak. Agar kerak bo'lsa, pensiya to'lovi yangi hisobga bog'lanadi. Bunday oddiy texnik masala ham odamga katta tashvish bo'lib ko'rinadi. Men tomoshabinlarga ochiq aytaman. Hamma pensionerlarga falon summa tushar ekan degan xabarni ko'rganingizda darhol ishonmang. Har qanday to'lovning asosi bo'ladi. Qonun, farmon, qaror, rasmiy xabar yoki shaxsiy hisob-kitob. Agar rasmiy asos bo'lmasa, bu mish-mish bo'lishi mumkin. Mish-mish esa odamni noto'g'ri harakatga undaydi. Kimdir firibgarga ma'lumot beradi, kimdir bankka bekorga yuguradi, kimdir pensiya bo'limida navbatni ko'paytiradi. Shuningdek, mening qo'shnimga tushibdi, menga ham tushishi kerak degan yondashuv ham to'g'ri emas. Qo'shningizning staji boshqa, pensiya turi boshqa, hujjati boshqa, bank holati boshqa bo'lishi mumkin. Pensiya har bir inson bo'yicha alohida hisoblanadi. Bir uyda yashayotgan er-xotinning ham pensiya miqdori turlicha bo'ladi. Chunki ularning ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlari va huquqlari bir xil emas. Yana bir noto'g'ri fikr. Pensiya jamg'armasi o'zi hammasini biladi. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi. Ha, hozir tizimlar ancha yaxshilangan. Ko'p ma'lumotlar elektronlashgan. Lekin eski hujjatlar, arxivlar, familiya o'zgarishi, yopilgan korxonalar, noaniq yozuvlar bo'yicha fuqaroning o'zi faol bo'lishi kerak. Davlat organi sizda uyda turgan eski ma'lumotnomani ko'ra olmaydi. Siz uni taqdim etmasangiz, u hisob-kitobga kirmasligi mumkin. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasidan yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin. Lekin bu syurprizni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma uchun bir xil sovg'a degani emas. Bu ko'pincha qayta hisob-kitob, hujjat tasdiqlanishi, oldingi farqning to'lanishi, bank yoki elektron baza orqali yangilangan ma'lumot natijasi bo'lishi mumkin. Kim hujjatini tartibga keltirgan, bank ma'lumot tekshirgan, stajini aniqlagan va yozma murojaat qilgan bo'lsa, o'z haqqini olish imkoniyati yuqori bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni tekshiring, yaqinlaringizning holatini so'rang, bank kartasi va hisob raqamini aniqlashtiring. Shubhali xabarlarga ishonmang. Maxfiy kodlarni hech kimga bermang. Agar pensiya miqdorida savol bo'lsa, yozma murojaat qiling va hisob-kitobni ko'rishni so'rang. Bu sizning huquqingiz. Sizning hududingizda avgust oyida pensiya bo'yicha qo'shimcha to'lov. Qayta hisob-kitob yoki kechikkan pul tushgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham real vaziyatlarni bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.